seminar treningdan maqsad davlat mehnat inspektorlarining bilim va ko'nikmalarini oshirish. Bunda albatta xalqaro mehnat tashkilotining ekspertlari juda muhim interaktiv asosda treningni tashkil qilyapti. Ya'ni bunda misollar bilan, keyslar bilan, holatlar bilan davlat mehnat inspektorlariga tushuntirib beryapti. Bu seminar doirasida davlat mehnat inspektorlarini vakolatlaridan to'g'ri va to'liq foydalanishga oid qonunchilik hujjatlari bilan batafsil tanishib, bu bo'yicha o'zimni bilimlarimni yanada oshirishimga bu seminar katta yordam bermoqda. I hope that this represents a clear Vazirlik tashabbusi bilan xalqaro mehnat tashkiloti vakillari ishtirokida seminar bo'lib o'tyapti. Mana bu seminarga viloyatimizning O'zbekiston Respublikasining barcha viloyatlaridan mutaxassislarimiz jalb qilingan. Eng avvalo bu yerda o'rganilayotgan birinchi o'rinda o'rtoqlashayotgan masala albatta qonunchilik bo'lyapti. Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan bizga qo'yilgan shu konvensiyalardagi yangiliklar, o'zimizning milliy qonunchilikdagi yangiliklar bilan ular bilan tanishtirib o'tilyapti. Bu albatta hammamiz uchun juda ham bir faoliyatimizda, sohamizda kelajakda bularni hammasini tatbiq etishga juda katta bir samarali natijasini beradi.